Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz endi kanalimizda bo'layotgan ishlarni hammasini foto lavha orqali ish tartibi bo'yicha ketma-ketlikda ko'rib chiqamiz. Hozir bu bizni kanalimizda 10 santimetr beton berilgan. Hozir bunda mana betonimiz, beton liniyang tolshinasi 10 santimetr. Mana bu betonimiz 10 santimetr berilgan va beton tagidan geomembrana bor. Geomembranamiz ham bizni loyihamizdagi bo'yicha tolshinasi 1 millimetr. Xo'p, mana bu kanalimizni bitgan holati deb olsak, undan oldin bizda oldingi birinchi kanalimizni o'zini oldingi holatini syomka qilinar edi. Syomka qilinib, keyin mana shu yerga mana shu betonni loyiha qilinadi va loyiha qilinib, keyin ish boshlanadi. Ish boshlanganda birinchi bo'lib bizda mana bu kanalning oldingi holatidan 20 santimetr qilib среднерастительный слой, ya'ni unumdor qatlamni qirib olinadi. Biz oldingi darsimizda loyihalarni, объемlarni hisoblashni ko'rganimizda 20 santimetr среднерастительный слой bor edi. O'sha 20 santimetr oldingi holatidan 20 santimetr yuzasidan qirib olinadi va undan keyin kerakli joyidan vemga qilinadi yoki qazib olinadi yoki mana bu dambalari past bo'lsa, uni ko'tarib va bizga kerakli отметка chiqarish uchun nasib qilinadi, ya'ni ko'miladi. Nasib qilinganda ham, masalan, kanalda oldingi holati bu yerda turibdi. Lekin biz mana bu bilan teng qilib chiqarishimiz kerak. Xo'p, mana shu yerda turgan bo'lsa, biz buni ustiga yana to'proq olib kelib to'giladi va to'proq to'gilganda ham 20 santimetr birinchi sloyga 20 santimetr to'giladi va o'sha 20 santimetr uplatleniya qilinadi va o'sha 20 santimetrdan to'proq analizi, to'proq laboratoriya qilinadi va to'proqni laboratoriya xulosasiga qarab, undan keyin ikkinchi sloy ishda qilishga ruxsat beriladi va ikkinchi sloy shunaqa qilib har 20 santimetr bir sloydan har sloydan laboratoriya qilinadi. O'sha laboratoriya xulosasiga qarab bizda kerakli koeffitsiyentni bersa, undan keyin keyingi sloyga ishga o'tiladi va keyingi sloy qilib bizga kerakli отметкagacha chiqarib olgancha to'proq ishi bajariladi. Endi bu to'proq ishida shunaqa qilib biz to'proq ishini общий отметка keltirib bajarib oldik. Faqat to'proq ishini, hali betonga yetib kelinmadi. Beton boshlanmadi. Faqat to'proq ishi bo'ldi, to'proq ishi tayyor. Mana bu o'sha bizda kanalimiz faktda mana shu kanalimizning dnosi. Yana qaytadan tushuntirib o'tsam, mana bu bizda kanalimizni dnosi deyiladi. Mana bu ikkalasi, mana bu nuqta bilan va mana bu nuqta kanalda dnosi deyiladi. Va mana bu yeri kanalda dambisi va mana bu ham kanal dambisi bo'ladi. Hozir mana bu ikkita nuqta kanalda dnosi bizda. Fakt mana u to'g'ri ishlangan, faqat hozir bu yerda to'proq ishi tugatilgan. Va mana bu damba bu yoqqa ketadi va bu yoq ham damba. Mana bu dambaning nuqtasi bizda bropka deymiz. Leviy bropka, praviy bropka, mana bu leviy bropka. Agar kanalimizda suv bu yoqqa qarab oqadigan bo'lsa, bu yog'imiz praviy bropka bo'ladi, bu yog'imiz leviy bropka bo'ladi. Va mana bu to'proq ishi bitgan, to'proq ishi tugagan, to'proq ishi endi beton ishiga tayyor turgan holati bu. Endi biz to'proq ishi bo'lgandan keyin bizda loyihamizda berilgan to'proq ishi tugagandan keyin betonni ostidan geomembrana yoyiladi. Geomembrana bu joylarga yoyiladi va aytganimdek geomembranadan oldin bir sloy geotekstil bo'ladi, undan keyin geomembrana yoyiladi va undan keyin uchinchisiga yana geotekstil yoyiladi. Shunda ikki sloy geotekstil va o'rtasida bir sloy geomembrana bo'ladi. Bu bizda mana to'proq ishimiz tugagan va mana bu geotekstil birinchi sloy to'proqni ustiga geotekstilni уже yoyish ishlari bo'lyapti. Geotekstil
bizga nimaga kerak? Geotekstil bu mana bu to'proq ichida, to'proqni yuzida qolgan qandaydir bir uchqur jism bo'lsa, geotekstilni geotekstil o'shani geomembranani kesmaslik uchun geotekstil o'shani ushlab qoladimi? Shu sabab geotekstil bu yerga geotekstil yoyiladi. Geotekstildan keyin geomembrana bo'ladi. Geomembranani o'sha uchi qirli narsalar geotekstilni geomembranani kesib yubormasligi kerak. Shuning uchun birinchi sloy geotekstil yoyilibdi. Mana bu bir sloy, mana geotekstil yoyilib bo'ldi. Mana bu kanalimiz buyog'i dno, mana bu yerdan buyog'i dno, mana o'rtasi atkuz, mana bu o'rtasi dno bo'ladi. Bu ham ikki tarafimiz ikkita damba. Birinchi sloy yoyilib bo'ldi. Mana bu birinchi sloyimiz yoyilib bo'ldi va bu yerda mana bu geomembranamiz. Geomembrana уже yoyilishga tayyor. O'sha aytganimdek bir sloy geotekstil, ikkinchisi geomembrana, uchinchisi mana shu geotekstildan yana bir sloy yoyiladi. Mana bu kanalimizda o'sha birinchi sloy geotekstilimiz, mana bu geomembranamiz. Bu qora, bu o'sha tolchinasi 1 millimetr. Bu qalin, qattiqroq bo'ladi. O'sha yoyiladi. Shuni o'sha mana bu geotekstil bo'lmasa, tagidagi yer yuzidagi uchi qirrali tosh bo'ladimi, qanaqa narsalar buni kesib yuborib yoki to'shib shunaqa qilmasligi kerak. Sababi bu suvni filtratsiya bo'lishini oldini oladi. Bundan suv o'tkazmaydi. Agar tagidan va ustidan qanaqadir bunga teshish ishlari bo'lmasa, o'zi teshilmaydi, o'zi juda mustahkam. Va bu geotekstil geomembrana yoyilib, mana bu kanalimizga mana geomembrana yoyilib bo'ldi. Tagida geotekstil, ustida geomembrana. Mana bu dnomiz kanalda, mana bu ikkita atkuz va bu yog'i damba. Va agar kanalimiz mana bu joyda bitta geomembranani o'zi yetdi. Bitta geomembrana. Agar qanaqadir joylarda yo kanal katta bo'lishi mumkin, yo bu geomembrana ham kelib bir joyda mana bu joyda tugashi mumkin. Keyin yana ikkinchisini olib kelib bundan bu yoqqa yoyiladi. O'sha joylari ham hech yerda stik qolmaslik kerak. O'sha stiklar utuk qilinadi, o'zini utugi bor, payvandlanadi, bir-biriga ulanadi. Hop, katta kanallarimiz katta bo'ladigan bo'lsa, bu atkuzga bitta yoyiladi, dnoga bitta yoyiladi, bu yerga atkuzga bitta yoyiladi. Unaqa bo'lsa ham o'sha ikkita geomembranani bir-biri bilan tutashgan joyini payvandlab, bir-biriga yaxshilab utuk qilinadi. Mana bu o'sha o'tib qilayotgan ish jarayoni va bu yerda kanalimizga mana bu provodda to'q olib kelganmiz va bu yerda kanalimiz katta bo'lgani uchun ikkita geomembrana yoyilgan. Mana bu yerdan bittasi, bu yoqda bittasi. Buni ichiga kirgizib yuborgan salgina va o'sha joyini bir-biriga utuklab qo'yiladi. Va mana bu o'sha yoyib bo'lib keyin utuklayotgani. Va keyingisi geomembranamizni yoyib bo'ldik, utuklash ishlari ham bo'ldi. Utuklab bo'lgandan keyin ikkinchi sloy geotekstilimizni ustiga yoyiladi, geotekstil. Mana bu tagida birinchi sloy ham geotekstil edi, ikkinchi sloy geomembrana. Bu geomembrana yoyilib bo'lgandan keyin ustiga uchinchi sloy geotekstil. Geotekstil ham uchinchi sloy yoyilib chiqadi. Mana bu yoyish jarayoni. Bu ustidagi geotekstil. Bu nima uchun kerak? Ustidagisi. Mana bu geomembrananing ostidagi yerni yuzida qolib ketgan uchqur yoki to'shuvchi bir jismlar bo'lsa, buni to'sib, kesib,
shunaqa qilishi mumkin edi geomembrana. Lekin endi ustidagi ikkinchi sloy geotekstil nimaga kerak? Ustidagi ikkinchi sloy geotekstil bunga hozir endi bu yoyilgandan keyin biz ustiga beton qoplama yotqizamiz va beton qoplama yotqizgandan keyin uni press qilinadi, trambop qilinadi. O'shanda betonni tarkibidagi uchi qirli toshlar buni ham kesib to'shib yubormasligi kerak. O'sha uchun ikkinchi sloy geotekstil ham yoyiladi. Bu bizni loyihalarimizda hammasida bor. Hammasida shu tartibda ish bo'ladi. Endi bir ikki joylarda farq bo'lishi mumkin. U farqida bizda geotekstilimizdan 2 sloy bo'lib turibdi, geomembranadan 1 sloy bo'lib turibdi. Bir joylarda endi buni sotib olishda xohlagancha turidan sotib olish mumkin. U qanday bo'ladi? U bitta geotekstilni o'zi bo'ladi va ustida mana bu geomembranaga o'zi zavodda geotekstilni yopishtirgan, kleylangan holatda sotib olish mumkin. Unaqa bo'lsa faqat 2 sloy bo'ladi, lekin unda 1 sloy geotekstil va 1 sloy endi geokompozit deb beriladi. Geomembranaga mana bu geotekstil zavodskoy holatda kleylanib, yopishib, mustahkam bo'lib kelsa, u geokompozit bo'lib keladi. Va geokompozit bo'lsa, shunda obyektga 2 sloy ish turi bo'ladi. Bizda hozir 3 sloy bo'lib turibdi. Tagida geotekstil, ustida geomembrana, uni ustida geotekstil. Xo'p, mana kanalimizda geotekstil bo'ldi, 3-sloy. Hammasi yoyilib bo'ldi. Endi bizda loyihamizda aytganimdek, mana bu har 4 metrdan shof bor. Usadichniy shof deyiladi bu. Haligi undan keyin bu har 4 metr, 8 metr, 12 metr. Mana bu 12-metrda mana bunaqa polizol yoyiladi. Mana bu o'rtadagi 4 metrlarda polizol yoyilmaydi. Mana bunda polizol yoyiladi. Polizolni qora qog'oz deb tushunsak ham bo'ladi va bu haligi polizol yoyilib o'rtasida 2 santimetrli penopleks bor. Penopleks qo'yiladi. Bu hozir 4 metrdan shaxmatniy porядка deymiz. Shaxmatniy porядкада quyishga tayyorlayapti. Bu qanaqa bo'ladi? Bu hozir mana bu joyiga polizol yoyiladi va mana bu qismiga beton olinadi. Mana bu qismiga beton olinadi, keyin mana bu qismiga beton olinadi va o'rtada yana bittasini qoldirib keyingi qismiga beton olinadi va o'rtada yana bittasini qoldirib keyingiga beton olinadi. Mana bu beton olinadigan qismi mana shu joylarga hozir beton olinadi. Keyin mana buni ustida yo'q. Shuning uchun bu yerga beton olinmaydi. Shaxmatniy porядка bo'lgani uchun birinchi bunga bu shunaqa qilib bularga olib bo'linadi. Keyin bu qotgandan keyin mana bu joylarga beton oladi. Xo'p, endi keyingisi o'sha polizolni yoyib bizga kerakli necha santimetr kerak bo'lsa, o'shani kesib oladi. Bizda loyihamizda ikkita tarabiga 15 santimetrdan chiqish kerak. Bu yerda bu yog'iga 15 santimetr, bu yog'iga 15 santimetr bo'lishi kerak. Va balandligi betonimiz 10 santimetr bo'lsa, 10 santi ikki tarafidan 10 santi chiqsa va penopleksimiz qalingligi 2 santimetr. Shunda 15 15 30 10 10 50 52 santimetr bo'lar ekan. Bitta joyining o'ziga mana buning uzunligi 52 santimetr bo'lsa, shunda loyihamizdagi izol bo'ladi va shunaqa qilib har 12-metrga qo'yiladi. Endi mana bu ham bo'ldi, mana tayyor. Mana bu tagida geomembrana bor, uni ustiga 3-sloy geokompozit yoyilgani.
Bu mana shular qo'yilib bo'lgandan keyin mana shular qo'yilib bo'lgandan keyin bu kanalimiz to'liq beton olishga tayyor. Beton olsa bo'ladi degani. Mana buni tagiga qo'yib izol qo'yish jarayoni. Mana bu polizol. Bu o'sha faqat mana bu kanalimiz bizni уже bitgan joyi. Mana bu o'sha 4 metrdan. O'sha faqat 12-metrga qo'yiladi. Masalan, bu yerga qo'yilsa 4 metr 8 12. Mana bu 12-metrga qo'yiladi, bu yerga qo'yiladi. Mana shu material ishlatilib, keyin mana o'sha kanalimizga beton olish jarayoni. Beton olib, faqat o'sha shaxmatniy порядка qilib, mana ko'rsanglar, u yog'iga 4 metrdan keyin u yog'iga beton olyapti va 4 metrdan keyin bu yerga olyapti va bu yog'ida yana 4 metrdan keyin bu yog'iga yana beton olinadi. Va beton shunaqa qilib olib, mana bu bilan trambovka qilinadi. Pastdan yuqoriga, yuqoridan pastga, pastdan yuqoriga, yuqoridan pastga, pastdan yuqoriga, yuqoridan pastga. Ish jarayonida mana hozirgiday shaxmatniy порядкада beton olish jarayoni. Bu mana shu mana bu 4 metr. Mana shu yerdan polizol qo'yilgan. Shu yerga mana bu yergacha hisoblanadi 4 metr. Bu yerda polizol yo'q. Bu yergacha hisoblanadi 8 metr. Keyin bu yerga hisoblanadi 12 metr. Mana 12-metrda polizol qo'yilgan. Va bu yog'ida ham ko'rinsa o'shanaqa 4 metrda yo'q, 8-metrda yo'q, 12-metrda yana polizol bor. U уже bu yoqlargacha ish jarayoni beton olishga tayyor va har 12 metrdan polizol qo'yilgan. Beton olib shunaqa qilib trambovka qilinadi. Bu ham atkozni yuqoriga olish jarayoni. Trambovkani yuqoriga tortib olinadi va pastga, yuqoriga, pastga. Mana trambovka qilinadi. Va betonni olayotgan jarayonida faqat betonni qayerga beton olinsa, o'sha paytda bizni loyihamizda обязательный beton laboratoriya keladi, laboratoriya xodimlari keladi va o'sha olayotgan betonimizdan o'zlariga namuna olinadi, namuna olib ketadi va o'zining laboratoriya jarayonida sinovlardan o'tkazib bizga xulosani beradi. Bizga hozirlikcha 7 kunlik xulosa beradi, 28 kunlik xulosa beradi. O'sha xulosasi bizda talab qilingan koeffitsiyentda berilsa, undan keyin buni betoni ishga yaroqli bo'ladi, loyihadagi beton hisoblanadi va undan keyin keyingi ishga ruxsat beriladi. Agar betoni talabga javob berilmasa, kerakli koeffitsiyentda bermasa, demak mana bu quygan betoni talabga javob berilmaydi, u buziladi. U buzmasa bo'lmaydi. Shuning uchun обязательный laboratoriya keladi, laboratoriya qiladi, o'zining kubiklarini oladi va o'sha 7 kun, 28 kundan keyin o'zini xulosasini beradi. Va keyingisi mana bu bizda endi katta kanalimiz, katta kanallarda shaxmatniy порядка qilib quyiladi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, mana bu yerda shaxmatniy порядка qilib quyilgan. 4 metr quyilgan, 4 metr qolgan, 4 metr quyilgan, 4 metr qolgan. Shunaqa qilib quyilib ketgan. Mana bu dno. Bizda bu kanalimizda dnomiz katta bo'lgani uchun buni ikkita atkoz, dno, atkoz birgalikda qo'shib quyib bo'lmaydi. Katta kanallar bo'lsa, unaqa qilib qo'shib quyilmaydi. Katta kanallar bo'lsa, bu отдельный dnoni o'zini отдельный, bu ham shaxmatniy порядка bo'ladi. Hop, mana bu yeri 4 metr, bu yerda yana 4 metr qoladi, bu yerda yana 4 metr, yana 4 metr qoladi, 4 metr quyiladi. Bu ham shaxmatniy порядка qilib, shunaqa qilib quyilib keladi. Bunda oldin dno quyilib chiqiladi, keyin atkoz quyiladi. Dno ham shu shaxmatniy порядка qilib quyiladi, quyilmaydi, quyiladi, quyilmaydi, shunaqa qilib bu bo'lgandan keyin bu yer quyiladi, bu yer quyiladi.
keyin ular bo'lgandan keyin atkozda ham shunaqa qilinadi. Bu yerga quyiladi, bu yerga quyilmaydi, bu yerga quyiladi, bu yerga quyilmaydi, bu yerga quyiladi. Keyin ularda o'rtalarini quyib o'rtalarini quyib to'ldirib chiqiladi. Mana buyimiz 12 metr yer. 12 metr yerga quyilgan. Mana bu yerga 4 metr, mana bu yergacha 8 metr, mana bu yergacha 12 metr bo'ladi. Mana bu kanalimizda o'sha atkozni shaxmatniy porядок qilib quyilgani. Mana bu joyga mana 4 metr yerga quyilgan. Yana 4 metr qoldi. 4 metr quyildi, 4 metr qoldi, 4 metr quyildi. Mana shu shaxmatniy porядок qilib quyiladi va kanalimizda bu yoq taraf atkozi ham shunaqa. Mana 4 metrga quyilgan, mana bu 4 metr qoldi. 4 metrga quyildi, 4 metr qoldi. Va beton quyish jarayoni shunaqa qilib ertaga kuni yoki keyingi kuni bu joy quyiladi, bu joy quyiladi, bu joy quyiladi, bu joy quyiladi, bu yer quyiladi. Shunaqa qilib quyib to'ldirib kelinadi va keyin o'sha o'rtalariga beton quyiladi. Biz unga usадочный shov deymiz. U yerga bitum quyiladi. Bitum bu o'zi spetsialniy shu uchun ishlatilgan sakkiz bo'ladi. Sakkizni eritib mana shu joylarga quyib chiqiladi. 4 santimetrga 1 santimetr bo'ladi. Shunaqa qilib quyib chiqiladi. Mana bu endi kichkina kanallarimizni o'sha bitgan betoni bitgan joyi. Mana bu shaxmatniy porядок qilib quyilgan. Bu yerda mana bu yerga bitta quyilgan, keyin mana bunga bitta quyilgan, keyingisiga bitta qilib qo'yilgan. Bu mana bu joyi yangi quyilgan. Bu eski shaxmatniy porядок bo'lsa, bu oldin quyilgan. Mana bu уже betoni qotib bo'lgan, mana bu yangi quyilgan. Mana bu qotib bo'lgan, mana bu yangi quyilgan. Shunaqa qilib porядокga shaxmatniy porядок qilib qo'yilgan. Mana bu endi boyagi katta kanalimiz. Dunoni o'zi отдельно quyilgan, keyin u bo'lgandan keyin atkozlarimiz отдельно qilib quyilgan, bu yoqlardan ham отдельно quyilgan va keyin o'rtalarini ham to'ldirib, bu yoqlardan to'ldirib bitgan kanalimiz beton qismi bitgan. Va endi mana bu joyida haligi geomembranamiz bor. 30 santimetr bu joyga qilib bu joyda qaziladi. 30 santimetr deb 45 gradus uklon bilan ko'miladi. 45 santimetr 45 gradus uklon bilan qo'yiladi va ustiga yana to'proq ishi ko'miladi. Va shu tariqa kanalda bu qismida ham o'shanday bo'ladi. Nimaga deganda, xo'p, mana shu joyimizda mana shu yerlarga yomg'ir suvi tushadi va yomg'ir suvi bu yoqqa qarab oqib keladi va geomembranamiz haligi 30 santimetr geomembrana bo'lmasa, kelib mana shu joydan mana betonning ichiga tagiga kiradida va u qayta suv kirish natijasida bizni betonimizni yoradi, ko'taradi, sindiradi, trishina beradi. Shuni sababi, shuni oldini olish maqsadida geomembranani mana shu joyiga qo'yiladi va kanalda ikki tarafida ham shunaqa bo'ladi. Endi boyagi o'tgan darsimizda loyihamizda doковое сечение bor edi kanalimizda. Doковое сечение degani bu trapetsiya shaklidagi kanal. Bu bo'lsa doковое сечение deymiz. Vertikal stenka bo'ladida bu. Mana bunaqa vertikal bo'ladi. Endi bu